Burun Heyit bayramda apam hörler üçün de kichik yatatal poşkalını her xil şekilde pişirip darizning teshig'iga qo'yib qo'yatdi. Men hayron qolatdim. Yeyman deb talishhatdim. Ammo apam unmaydi. Bugun 3-cü kuni. Asli apam shundoq kichik farishtalar uchun yemeklik tayyorlayotgan emasmi? Shunday qilib men u hörler uchun pishiriqlarni pishirib tayyorladim. Ulug'larimiz aytgan, ba'zilarning o'limi tangir tig'idimi hayvatlik, ba'zi kishilarning o'limi hangir piydimi qadrsiz deb. Hammaning ma'nosini bugungi kunda amili misoli bilan tushungan kishi. Ular kimlarning farishtalari, orzular bilan boqqan, kimlarning onalari bir